Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan trak haydaymiz, ya'ni Yevropa bo'ylab temir, yog'och, har xil materiallar, meva-cheva, balobatlar, hamma yoq xullas bizda topiladigan hamma yoqda Yevropa bo'ylab tarqatib yuramiz. Qani bo'lsa biz ishimizni boshladik. Bizning firmamiz nomi Toshbaqa Express. Siz 7 soatda olib kelib desangiz, biz 12 soatda olib kelib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Klientlarimizning mijozlarimizga iloji boricha 15 soatda olib borishga harakat qilamiz. Nomimizga yarasha Toshbaqa Express. Mana bugun biz sizlar bilan hozirda temir yukni olib ketyapmiz. 8,5 soat yoki undan qisqa zamonda olib keling deyishgan. Biz marhamat deb 12 soatda olib berishga harakat qilyapmiz. Gazni bos degandaqa 60 km, 80 km qilib ketyapmiz. Ana. Adashdim u. GPS xato. Qani chiqib ketamiz. Qarab turasizlar. Bittada chiqib ketaman, qarab turasizlar. Bittada. Gaz, o't, o'ngga chapga, chapga. O't. Yo'q, yana bittada chiqib ketishga harakat qilaman. Yana bittada. To'g'rilaymiz. Hop. Gaz. Orqaga. Qarab tursa, bittada chiqib ketaman. Bittada. O't. Yo'q, yana bittada. Yana bitta imkoniyat bersa, yangi boshlaganmiz. Toshbaqa Express o'z nomiga yarasha harakat qilyapti. Yo'q, yana xato bo'ldi. Yana boshqatdan. Qarab turibsizlar. Bittada chiqib ketaman buni ustida. Bittada. O't. Baribir bir ko'rib bo'ldi. Qani gaz. Mana do'stlar, endi xudo xolasa bittada chiqib ketishga harakat qilaman. Yana harakat ham qilyapman hozir ham. Yo'q, trakimiz ikkita tirkamali bo'lganligi uchun bu yerdan olib chiqib ketish qiyin bo'lyapti. Pravani kim bergan deb aytishlari mumkin. Bu pravani menga tog'am o'g'li bergan. Tog'am o'g'li berganligi uchun men yaxshi harakat qilyapman oqlashga pravani. Endi men hayron bo'lmaysizlar, nimaga bunaqa qilyapti deb oldimga chiqib ketmoqchi edim. Qaytamiz, to'g'rilaymiz, qaytamiz. O't, yaxshi. O't, raz. O't. Yo'q, bo'lmadi. Ketdi oldinga. Gaz. Bittada olib ketaman, qarab tursa. Endi mana bittada olib ketaman, ko'rasizlar. 1, 2, o't. Sekin o'z holatiga qo'yib, o'ngga, chapga, chapga, ketdi kiradigan joyiga. Toshbaqa Express xizmatingizda siz aytgan manzilingizga, aytgan vaqtingizda emas, balki undan ham ko'proq vaqtingizni olib berishga harakat qilamiz. Biz sifatli va ishonchli bo'lgan firmamiz sizlarni kutib qoladi. Telefon raqamlar pastga qoldirib qo'yamiz demoqchi edim, lekin bizda hali telefon raqamimiz ham yo'q. Chunki biz uyimizni sotib, telefonimizni sotib trak olishga harakat qilganmiz. Mana men sizlarga bittada chiqib ketaman dedimmi? Chiqib ketaman dedim. Yo'q. Men hazillashdim. Aytadi-yu, erkak kishi gapirdimi bajaradi. Bajarolmadim demak hazillashgan deb biz ham hazillashdik hozir. Marhamat. Qaytamiz. O'ngga. O't. Chapga. O't. Yaxshi. Chotki bu yog'i. Chotki. O't. Bitta oldiga yuraveraylik. Mayli. Endi o'rsat berasizlar, bitta oldiga yuraveraylik. Endi mana endi qaytamiz. Mana. O't. Raz. Bittada ketdi endi. Bunisi rostdan bittada. Nimaga tepada qora narsa chiqib qolyapti deb o'ylashinglar mumkin. Chunki bu yerda reklama bor. Pulini to'lashmaganligi uchun kesib yubordik va reklamani oxiriga pulni bermadi, shuning uchun kesib tashladik. Bu yerda
ishimiz. Toshbaqa Express davom etamiz. Ot gap yo'q. Ammo saqqala ish. Bu trak bilan shug'ullangan yaxshi-da. Bu asablar dam oladi. Mana bittada chiqamiz deb haliyam bir 46-si bo'lyapti. Chiqishga harakat qilyapmiz. Mana chiqyapmiz. Mana yana harakat. Hop, ot. Yana ozgina bo'ldi. Gaz. Endi chiqib ketaman qarab tursa. Yana bitta orqaga yurib turib, ot. Bo'pti, ozgina qaytmasak bo'lmaydi ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Yana biroz orqaga qaytishimiz kerak. Ozgina. Ana. Men sizlarga nima dedim? Bittada chiqib ketaman dedim. Marhamat, kabinaga xush kelibsizlar. Bizda hozir yomg'irli havo ochiq, juda chiroyli bo'lyapti. Kayf qilib haydaydigan mashina haydaydigan bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin. Marhamat. Endi bu yog'iga biz yo'lga chiqdik. Yo'l safarimiz davom etadi. O'yinda grafikasiga, ishimizning grafikasiga ham bir alohida qaratib qo'yasizlar. E'tibor qaratib qo'yasizlar. Endi mana bu yog'i gaz, to'lka gaz. Sizlar zerikmaysizlar degan umidamiz. Mana ko'rib turganlaridek safarimiz davom etyapti. Yo'limiz juda uzoq. İşimiz ham uzoq. 8,5 soatda borib yetishimiz kerak. Endi biz iloji boricha sekinroq harakat qilamiz, chunki biz ishni sifatiga qaraymiz-da, sifatli ish qilishga doim harakat qilamiz. O'tala olmaymiz hamisha. Mana biz do'stlar risk qildik. Endi risk qilamiz degan paytimizda uyqumiz kelib qolgan ekan. Mana shunga biroz uxlab ham olamiz. Kutib qolmaysizlar degan umiddaman. Mana do'stlar, biz 6,5 soat uxlab oldik. Uxlab turganimizdan keyin endi yo'lga davom etamiz. Qani endi gaz. Mana do'stlar, biz tunneldan ham o'tyapmiz. Tunnellarimiz juda ham uzun ekan. Yo'l davomida hali juda ham ko'p qiziqarli narsalarga e'tibor guvoh bo'lamiz. Bizdan uzoqlashmang. Hamisha qiziqarli sayohat, qiziqarli voqealar faqat bizda bo'ladi. Like va abunani bosib qo'ying. Biz yangi o'sib kelayotgan ijodkorlar va nima desa bo'ladi, fora haydovchilar bo'lib yetishmoqdamiz. Yoshlarga yo'l bering deydi-yu shu. Davom etamiz. Mana do'stlar, biz 140 ga chiqqan paytimizda 10 ga burilishimizga to'g'ri kelib qoldi. 10 ga burilamiz. Qoching, yo'ldan qoching. Yo'ldan qoching. Bu yerda ham hech ham shoshilmaymiz. Sekin astalik bilan 10 ga burib olamiz. Manzilimizga ham kelib qoldik. Oz qoldi. Eson-omon yetib borsak, biz shunday qilib Toshbaqa Express jamoamiz bilan kelishgan holatda biz sizlarga 16 soatda yetkazib beryapmiz. Qurilishimiz bir kunga cho'ziladigan bo'ldi. Endi bu bizning aybimiz emas. Yo'lda haydovchining uyqusi kelib qoldi, ya'ni meni. Voy, postdagi akalar, ochinglar buni. Yo'lda bekitmanglar. Nimaga, bratim? Rahmat. 100 euro olib qoldi, yaramas bizda. $100 u joydan bu joyga, ya'ni chegaradan o'tyapmiz. $100 bizda ham shunaqa bo'lib qolsa, biz O'zbekistonda ham $100 Andijondan Farg'onaga yoki $100 Toshkentga kirish bo'lib qolsa, unda vodiyni ham, vohani ham kilometr degandek $100dan hech kim kelmay qo'yadi va chiqmay ham qo'yadi. Do'stlar, biz sizlar bilan
yukimizni ham olib keldik. Ko'rganingizdek, kutganingizdek biz shaharga kirib keldik. Toshkent shahriga $100 talab kirdik. Manzilimizga oz qoldi. Biz tezkor eltib beruvchi xizmat Toshbaqa Express. Yodingizda qolsin, biz hamisha xizmatingizdamiz. Mana do'stlar, chap tarafda bizning parkovka qiladigan joyimiz, ya'ni yukimizni o'zib oladigan joyimiz keldi. Qarab do'stlar, men bu yerga bittada orqamachay qo'yib beraman. Qani gaz. Arximed aytgandek, to'g'ri ish hamisha to'g'ri. Teskari qo'yibmiz. Teskari orqaga qaytamiz. Gaz. Orqaga. Vot. O'ngga, sekin, sekin. Gaz. Vot, sekin. Shoshilmay. Shoshilma uka, sekin. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. O'tamiz fizga. Qonunlarni ko'rasizlar. Bu yerda bittada olib kirib beraman. Bu yerda rostmana bittada olib kirib beraman. Qarab turasizlar. Vot. Orqaga. Zadni. Vot. Aybga buyurmaysizlar. Bizda treylerimiz ozgina kir bo'lib qoldi. Yomg'ir yoqqan nisbatiga. Bittada olib kirib beraman. Qarab turasiz. Endi mana bittada olib kirib beraman. Bittada. Ko'rasizlar. Vot. Biz fizika qonunlariga, matematika, hisob-kitob hammasiga tayangan holatda buni bittada olib kirib beraman. Qarab turasizlar. Vot. Yo'q. Biz o'ylagan natija bermadi. Chunki men 3 ga 1 ni qo'shib 4 qilmoqchi edim. 6 bo'lib qoldi. 3 sonada adashibmiz. Mana bir qaytamiz boshqatdan. Bos. Yo'q. To'g'irlab olamiz. Endi aybga buyurmaysiz. Shuncha kutdinglar, yana ozgina kutsanglar hech narsa bo'lmaydi. Gaz. Kabinadan olib kirib beraymi? Kabinadan. Ichkariga. To'xtanglar. Kalla ishlab qoldi. Bitta ish qilamiz hozir. Ketdik. Go. Mana qarab turasizlar. Vot. Mana keldik. Endi reski bitta bo'lamizda. Bitta haydab turib, bitta olib chiqsak, vot. O'tib ketib qoldik. Ozgina o'tib ketib qoldik. Orqaga. Ozgina orqaga. Yo'q, adashib ketdim. Ozgina oldinga. Vot. Mana qo'ydik. Marhamatli do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Biz kech qo'yganimiz uchun $778 jarima bo'ldi. Yanagi videolarni sizlarni kutib qolamiz. Hammaga omad.